Ajil aka, bu stolingiz bitdi. Endi bir ko'rsatib bering aka xaridorlarimizga, klientlarimizga. Mana, vaznli stolimiz. Mana. Bu akamizdan yengillik kutib qolamiz har doim. Hamma bizda yengilliklarni mana shu odam qiladi. Mana, Xudo xolasa tayyor. Aka, buning razmeri necha bo'ldi? 2 ga 90. Ochilgan holatda. Shunaqami? Ha, yopilgandachi 1.60 ga 90. 1.60 ga 90 mana. 1.60 ga 90 stolimiz. Ha, ochilganda 2.10 bo'ladi. Bunga 10 kishi sig'adimi aka? Ha, sig'adi bunda. Ajil aka. Endi buni sekin yopilishlarini yopib ko'rsating. Qanaqa yopiladi aka? Mana bu holatda buni bundoq olib keladi. Keyin joyiga qaytaradi. Shunday qilib. Va bu telariga kraska sepilgan ekan-da aka? Hamma yog'iga polni. Hamma yog'iga 100% sepilgan. Bunda plastmassadek bo'lib chiqibdi-da. Qo'lingiz dard ko'rmasin aka. Bosing. Mana bu holatda yo'q. Mana. Yana bitta ochib ko'rsatib yuboring. Bo'ldi.